Assalomu alaykum. Sizlar bilan YouTube kanalida Azima va Nazokat. Albatta. Sizlarga juda qiziq bo'lyapti va aniq bilmoqchisizlar. Haqiqatdan ham sho'povni solib tayyorlaymanmi kompotda? Ha, albatta. Mana shu hamma sho'povni ko'rib turibsizlar. Hammasini kastrulga solaman. Mana bu kastrulga mana ko'rib turganingizdek kastrolim, katta kastrul. Hozir mana shu sho'povning hammasini solaman. Mana ko'rib turganingizdek va yana bunga suv solaman hozir va buni 2 soat 3 soat mobaynida qaynataman. O'zidan maza chiqib ochilib ichi ochilguncha sho'povni ochilib qaynaydi. Ochilgandan keyin ichida o'zini ranglari suvga qo'shiladi, o'zini rangi chiqadi. Bu sho'povning o'zi qaynab o'zini rangi chiqadi, chunki qop qora sho'povnik. Ko'rib turganingizdek hozir telefonda sal yorug'roq ko'rinyapti, lekin sho'povnik qop qora. Mana shunaqa mazza qilib iste'mol qilib iching.